diplomat akalar uchun diplomat mashina topib qo'ydim. Bilaman, respublikada juda ko'p akalar Malibu Premier'da zo'rni qidirib yuribdi. Mana Karistuzda buni qarang, mashinada qarang. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Malibu Premier. Kraskalar absolutno toza. Bosib o'tgan masofasi 15,000 kilometr. Primoy dehqondan kapot ustiga e'tibor bering. Bittagina to'sham tegmagan, adashib tegmagan даже. Sostoyaniyni o'zi gapiryapti. Balon diskani qarang. Yangi archa balon qo'yilgan. Tonirovkaga ruxsati bu. $1,100 propan gaz ham qo'yilgan. 15,000 masofa. Любой проверка deyaptilar. Kraskasi, probegi hammasiga javob beraman dedilar. Narxi o'ylamang, $40,000 emas. $36,000 dan pastga tushirib qo'ydim. Ekranga laykni bosing. Chunki Karista o'zida har doim mana shunaqa yangi Premier, yangi Econoxlar bor. Kuzatib chiqing, ichkariga kirib olmasangiz. Salonni ichiga qarang, baho bering. Idealniy sostoyanida turibdi. Matvi, agar siz mashinaga tushunsangiz, bittada kelasiz, polностью ko'rasiz, уже bilasiz mashina qandayligini. To'g'ri, salafan qilinmagan, qog'ozlar yopishtirilmagan, lekin ko'zbo'yamachilik yo'q bu yerda. Chunki mashinaga tushungan odamga u salafanlar kerak emas. Bittada shuni ochasiz, shuni o'tirasiz, mashina hididan bilasiz. Ushlab ko'rasiz, apshipkalardan bilasiz, matviyligidan. Orqasini ko'rsatsam qarang. Odam o'tirmagan. Shunaqangi matviy turibdi, o'zimning yaxshi akamniki vaqtida men akamga shunaqa klient topib berdim. Aka dedim, "Davay Malibuni $38,500 ga bering" deganimda bermagandilar. $40,000 ham bermayman degandilar. Hozir yaxshilikka sotyaptilar, ko'ndirib qo'ydim, narxini pastga tushirdim. Yo'q, aka, endi 38 ga qo'ya olmayman dedim. Pastroq qo'yamiz, zato bittada ketadi. Men bilaman mashinangizni o'zi zo'r. Chunki o'zim bilaman-da, tanish akaniki o'zi. Narxini yakson qildik. Bilasizlar, Karista o'z narx tushunmaganlar aytishi mumkin. Negativ baland qo'yibsan mashina. Yo'q. Mana bunaqa Malibu Premierlar 15,000 masofa bosib o'tgan 23-yilda ishlab chiqarilgan Malibu Premierlar o'zi narxi Toshkent bozorida ham $40,000 so'ralib o'tiribdi. Bizlarda $36,000 dan pastga tushirdim. Kim uchun? Aynan sizlar uchun, obunachilarim uchun. Mana qarang, zapaskalar strech qilingan. Qalbini ko'rsataman. Mana. Mashina haqqoniy. Bu yerda hech qanday ko'zbo'yamachilik yo'q. O'zingiz kelasiz, ustoyingiz bo'lsa ustozingizga olib borasiz, probeglarini ko'rsatasiz, hamma joyini ko'rsatasiz. Narxini aka dedim, hozir birdan ketsin dedim, sotilsin dedim. Bilaman, kam yo'q. Samarqandda bo'lsa ham shu 4-5 ta bor uyga olib qo'ygan. Bu mashina faqat uyda turadi-da. Qachon borsam uyda turgan. Bobomizni o'zi yoqqa bu yoqqa haydab chiqqanlar, lekin pastayini qaragan paytimda mashina uyda turgan. Narxini akam bilan savdolashib, ketadigan narxga tushirib qo'ydik. $35,900 yana savdosi bor. Может $50, может $100 xayriga o'tilar sunnatiga. Nomer telefonlar pastda bo'ladi, hoziroq telefon qilib bosing, chunki mashina zo'r, siz bo'p, sog' bo'lasiz.